Do'stlar, bugun men aytadigan ma'lumot O'zbekistondan Rossiyaga ishlashga ketganlar, ketmoqchi bo'lganlar, u yerda vaqtincha yashayotganlar, hatto qarindoshi Rossiyada bo'lgan har bir oilaga tegishli. 12 avgustdan boshlab migrantlar. Ya'ni chet el fuqarolari bo'yicha yangi qonun va qoidalar yanada jiddiy nazorat qilinadi. Bu gap faqat hujjati yo'qlar haqida emas. Ro'yxatdan o'tgan, patent olgan, ish joyi bor odam ham kichik xato sabab katta muammoga tushib qolishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga nima o'zgargani, kim xavotir olish kerakligi, kim tish bo'lishi mumkinligi, qanday hujjatlarni tekshirish kerakligi va muammoga tushmaslik uchun hozirdanoq nima qilish kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlar ko'pchilikka vaqtida yetib borishi kerak. Oldin qanday edi? O'zbekiston fuqarosi Rossiyaga borsa, chegarada migratsion karta olardi. Keyin yashayotgan manzili bo'yicha migratsion hisobga qo'yilardi. Agar ishlamoqchi bo'lsa, patent rasmiylashtirardi. Patent uchun tibbiy ko'rik, barmoq izi, rasmiy rus tili, tarix va qonunchilik bo'yicha hujjatlar, to'lovlar kerak bo'lardi. Qog'ozlarda hammasi to'g'ri bo'lsa, odam ishlardi. Oyligini olardi, oilasiga pul yuborardi. Lekin amalda ko'pchilikda muammo bor edi. Kimdir ro'yxatni vaqtida uzaytirmaydi. Kimdir patent to'lovini bir kun kechiktiradi. Kimdir boshqa viloyatda patent olib, boshqa viloyatda ishlaydi. Kimdir ish beruvchi aytganiga ishonib, hujjatini tekshirmaydi. Oldin ayrim holatlarda odam jarima to'lab, hujjatini to'g'rilab olardi. Hamma joyda bir xil bo'lmasa ham ayrim xatolarni keyin hal qilamiz deb yurish mumkin edi. Endi esa vaziyat qattiqlashmoqda. Yangi tartibning asosiy ma'nosi shuki, agar chet el fuqarosi Rossiyada qonuniy asosini yo'qotsa, u oddiy jarima to'laydigan odam emas, nazorat ostidagi shaxs sifatida ko'rilishi mumkin. Bunday odamga nisbatan cheklovlar qo'yilishi, harakatlanishi, yashashi, bankdan foydalanishi, ishga kirishi, hatto ayrim huquqiy harakatlari qiyinlashishi mumkin. Eng xavflisi, odam buni kech bilib qolishi mumkin. Masalan, patent tugagan, lekin u hali 1-2 kun bor deb o'ylaydi. Yoki ro'yxat muddati tugagan, lekin uy egasi yangilab qo'ygan deb ishonadi. Tekshiruv paytida esa ba'zida boshqacha ko'rinadi. Men buni vahima qilish uchun aytmayapman. Men ekspert sifatida shuni ko'p ko'rganman. Migrantlar ko'pincha qonunni bilmagandan emas, balki bir varaq hujjatga e'tibor bermagandan qiynaladi. Yangi qoidalarda aynan mana shu e'tiborsizlik qimmatga tushadi. Birinchi masala. Rossiyada qonuniy bo'lishning 3 ta asosiy tayanchi bor. Birinchisi, kirish hujjati va migratsion karta. Ikkinchisi, yashash joyi bo'yicha migratsion hisob, ya'ni ro'yxat. Uchinchisi, ishlayotgan bo'lsangiz, patent yoki boshqa qonuniy mehnat asosi. Shu uchalasidan bittasi buzilsa, qolganlari ham xavf ostida qoladi. Masalan, siz Toshkentdan Moskvaga keldingiz. Chegarada migratsion kartada maqsad sifatida rabota, ya'ni ish deb belgiladingiz. Bu juda muhim. Agar siz ishga kelib migratsion kartada chastnaya, turizm yoki boshqa maqsad ko'rsatilgan bo'lsa, keyin patent rasmiylashtirishda muammo chiqishi mumkin. Odamlar ba'zan chegarada shoshilib nima yozganiga qaramaydi. Endi bunday mayda narsa ham muammo bo'lishi mumkin. Ikkinchi misol, Samarqandlik yigit Moskva viloyatida patent oldi. Patentda Moskva viloyati ko'rsatilgan. Lekin tanishi unga Moskvada shahar ichida qurilishda ish topib berdi. U baribir yonma-yonku deb ishlay boshladi. Bu noto'g'ri. Rossiyada patent odatda olingan hudud bo'yicha amal qiladi. Moskva shahri alohida. Moskva viloyati alohida hudud hisoblanadi. Siz viloyat patent bilan shahar hududida ishlasangiz, hujjatingiz bor bo'lsa ham qonuniy ishlayapman deb hisoblanmasligingiz mumkin. Natija: jarima, patent bekor bo'lishi, mamlakatdan chiqarish yoki kirishga taqiq xavfi. Uchinchi misol, farg'onalik ayol oilasiga pul yuborish uchun kafeda ishlaydi. Patent to'lovi har oy 25 sanagacha to'lanishi kerak deylik. U bir oyda ish haqi kechikkan uchun 26-sanada to'ladi. Bir kun kechiksa nima bo'ladi deb o'ylaydi. Lekin patent to'lovi kechiksa, patent avtomatik kuchini yo'qotishi mumkin. Eng yomon tomoni, odam keyingi oy ham pul to'lab yuradi. Lekin ba'zida patent allaqachon bekor bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun patent to'lovida bugun emas, ertaga degan gap yo'q. Men har doim aytaman. Patent pulini kamida 3-5 kun oldin to'lang, chekni saqlang, telefoningizda rasmga olib qo'ying. 4-misol, andijonlik aka Rossiyada kvartirada yashaydi. U egasi men sizni ro'yxatga qo'ydim dedi. Aka ishonadi, lekin qog'ozni olmaydi.
tekshirmaydi. Bir oy o'tib tekshiruv bo'ladi. Bazada ro'yxat yo'q. Uy egasi esa men agentga bergandim deydi. Mana shunday holatda jabrlanuvchi migrant bo'ladi. Chunki qonun oldida siz o'zingizning maqomingizni nazorat qilishingiz kerak. Ro'yxat qog'ozini ko'rmasdan, uning muddatini bilmasdan hammasi joyida deb yurish eng katta xato. Kim xavotir olishi kerak? Birinchi navbatda hujjat muddati tugashga yaqin bo'lganlar. Migratsion karta, ro'yxat, patent, pasport, tibbiy hujjat, barmoq izi bilan bog'liq ma'lumotlar hammasi tekshirilsin. Ikkinchidan, ish joyini o'zgartirganlar. Chunki bir ish beruvchidan boshqasiga o'tganingizda ayrim xabarnomalar, shartnomalar va patent bilan bog'liq tartiblar bo'lishi mumkin. Uchinchidan, bir hududda ro'yxatda turib, boshqa hududda ishlayotganlar xavotir olishi kerak. To'rtinchidan, hujjatni vositachilar orqali qilganlar. 100% legal deb pul oladigan odamlar ko'p, lekin qog'oz haqiqiy bo'lmasligi mumkin. Kim uncha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda pasport muddati joyida bo'lsa, migratsion kartangiz to'g'ri bo'lsa, yashash ro'yxatingiz amalda bo'lsa, patentingiz o'z vaqtida to'langan bo'lsa, patent hududingiz bilan ish hududingiz mos bo'lsa, ish beruvchi bilan shartnomangiz bo'lsa va barcha cheklaringiz saqlangan bo'lsa, siz vahma qilmasligingiz kerak. Lekin baribir tekshirishingiz kerak. Chunki menda bor degan gap bilan bazadan ko'rinadi degan gap bir xil emas. Yangi tartiblarning maqsadi nimada? Davlat noqonuniy migratsiyani kamaytirmoqchi, nazoratni kuchaytirmoqchi, hujjatsiz ishlashni cheklamoqchi. Bu jarayonda qonuniy yurgan odam o'zini himoya qila oladi. Qonuniy yurmagan odam esa tezda ko'rinib qoladi. Shuning uchun men buni shunday tushuntiraman. Oldin hujjatni faqat tekshiruv bo'lsa ko'rsatish kerak edi. Endi esa hujjatingiz doimiy ravishda tizimda toza turishi kerak. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq. Men O'zbekiston fuqarosiman, bizga viza kerak emas. Demak, hammasi oson degan fikr. Ha, O'zbekiston fuqarolari Rossiyaga vizasiz kirishi mumkin. Lekin vizasiz kirish bu cheksiz yashash yoki istalgan joyda ishlash degani emas. Vizasiz kirish faqat kirishni osonlashtiradi. Qolgan tartiblar migratsion, hisob, patent, to'lov, tibbiy ko'rik, barmoq izi, ish hududi, bular baribir majburiy. Ikkinchi tuzoq. Men ishlamayapman, demak patent kerak emas degan holat. Agar siz haqiqatan ishlamasangiz patent kerak bo'lmasligi mumkin. Lekin unda sizning Rossiyada qolish muddati va maqsadingiz boshqa qoidalar bilan cheklanadi. Masalan, mehmonga borgan odam bilan ishga borgan odamning majburiyati bir xil emas. Agar siz amalda ishlayotgan bo'lsangiz, lekin qog'ozda mehmonman desangiz, bu katta xavf. Tekshiruvda ish kiyimi, ish joyi, pul o'tkazmalari, guvohlar, ish beruvchi ma'lumoti orqali holat aniqlanishi mumkin. Uchinchi tuzoq, hujjatdagi ism familiya xatolari. Masalan, pasportda o'g'li yozilgan, migratsion kartada boshqacha kiritilgan. Tug'ilgan sani bir raqamga adashgan, pasport seriyasi noto'g'ri tushirilgan. Ba'zan shunday mayda xato tufayli baza odamni topmaydi. Men bunday holatlarda odamlarga hujjatni olgan zahoti tekshirishni maslahat beraman. Har bir harf, har bir raqam, pasport muddati, tug'ilgan sana, kirgan sana, maqsad hammasi to'g'ri bo'lishi kerak. To'rtinchi tuzoq, soxta ro'yxat va soxta patent. Hozir tezda qilib beramiz. Bazaga tushadi. O'zingiz bormaysiz deydiganlar ko'p. Lekin haqiqiy hujjat bilan soxta hujjat farqini oddiy odam darrov bilmasligi mumkin. Siz qog'oz ko'tarib yurasiz, lekin tekshiruvda u haqiqiy emasligi chiqadi. Bu holatda men bilmaganman degan bahona har doim ham qutqarmaydi. Chunki siz hujjatni qonuniy yo'l bilan olishingiz kerak edi. Shuning uchun men vositachiga pasportning aslini uzoq muddat bermaslikni, to'lovni chek bilan qilishni, hujjatni rasmiy markaz yoki vakolatli organ orqali tekshirishni tavsiya qilaman. 5-tuzoq, jarimalar. Ayrim odamlar yo'l harakati jarimasi, ma'muriy jarima, jamoat tartibi bilan bog'liq jarimalarga e'tibor bermaydi. Mayli, keyin to'layman deydi. Lekin bir nechta ma'muriy huquqbuzarlik keyinchalik kirishga taqiq, chiqarib yuborish yoki boshqa cheklovlarga sabab bo'lishi mumkin. Masalan, odam 2-3 marta mayda jarima oladi. Keyin ta'tilga O'zbekistonga qaytadi. Yana Rossiyaga kirmoqchi bo'ladi. Chegarada sizga kirish taqiqlangan deyshadi. Oilasi, ishi, kvartirasi, rejalari birdan buziladi. 6-nozik nuqta, pasport muddati. Ko'pchilik patent, ro'yxat, migratsion kartani o'ylaydi. Lekin pasport muddati yaqinlashayotganini unutadi. Pasportingiz muddati tugasa yoki juda yaqin qolsa, hujjat uzaytirishda muammo chiqadi. Masalan, patentni yangilamoqchisiz. Lekin pasport muddati yetarli emas.
yoki bankda hisob ochmoqchisiz, lekin hujjat muddati sabab rad etiladi. Shuning uchun Rossiyada yurgan har bir odam pasport muddatini kamida 6 oy, yaxshisi 1 yil oldindan nazorat qilishi kerak. 7-nuqta oilaviy holat. Ayrim odamlar Rossiyada turmush quradi, farzandli bo'ladi, lekin o'zining migratsion maqomini unutadi. Bola tug'ilishi, nikoh tuzilishi yoki qarindoshlik aloqasi avtomatik ravishda hamma muammoni hal qilmaydi. Har bir hujjat alohida tartibda rasmiylashtiriladi. Bola uchun tug'ilganlik hujjati, fuqarolik masalasi, ota-onaning ro'yxati, yashash manzili hammasi muhim. Agar ota-onaning hujjati noto'g'ri bo'lsa, bolaning hujjatida ham qiyinchilik bo'lishi mumkin. 8-nuqta bank kartalari va pul o'tkazmalari. Yangi nazorat kuchaysa, noqonuniy maqomdagi odam bank xizmatlarida ham muammoga duch kelishi mumkin. Karta bloklanishi, yangi hisob ochish qiyinlashishi, pul yuborishda qo'shimcha tekshiruvlar bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun oilasiga muntazam pul yuboradiganlar hujjatini toza tutishi kerak. Chunki bir kun karta ishlamay qolsa, O'zbekistondagi ota-ona, turmush o'rtoq yoki farzandlar pul kutib qoladi. Endi aniq nima qilish kerakligini aytaman. Birinchi qadam, barcha hujjatlaringizni stolga qo'ying va muddatlarni yozib chiqing. Pasport muddati, Rossiyaga kirgan sana, migratsion karta maqsadi, ro'yxat muddati. Patent bergan sana, patent to'lov qachongacha yopilgan, tibbiy hujjatlar, barmoq izi topshirilganligi, ish shartnomasi bor yo'qligi. Bularni daftar yoki telefon eslatmasiga yozing. Faqat xotiraga ishonmang. Ikkinchi qadam. Patent to'lovlarini tekshiring. Har bir oy uchun chek bo'lsin. Chekni yo'qotmang. Qog'oz chek bo'lsa, rasmga oling. Telefoningiz buzilib qolsa, Telegramdagi o'zingizga yoki ishonchli odamga yuborib qo'ying. Agar to'lov sanasi 25 kun bo'lsa, siz 20 kun to'lang. Oylik kechiksa ham qarz so'rang, lekin patentni kechiktirmang. Chunki patent bekor bo'lsa, keyin uni tiklash puldan ham qimmatga tushadi. 3-qadam, ro'yxatni tekshiring. Uy egasi, yotoqxona ma'muriyati yoki ish beruvchi qildik desa, qog'ozini so'rang. Qog'ozda sizning ism, familiyangiz, pasport ma'lumotingiz, manzil, muddat to'g'ri yozilgan bo'lsin. Agar boshqa joyga ko'changiz, eski ro'yxat bilan yuravermang. Manzil o'zgarganda tartib bo'yicha yangi joyda hisobga qo'yilish kerak. Bir hafta turaman, keyin ko'raman degan fikr tekshiruvga to'g'ri kelib qolsa, muammo bo'ladi. 4-qadam. Ish joyingiz va patent hududini solishtiring. Patent qaysi hududga olingan? Siz qaysi hududda ishlayapsiz? Masalan, patent Sankt-Peterburg uchun bo'lsa, Leningrad viloyatida ishlash masalasini alohida tekshirish kerak. Moskva va Moskva viloyati, shahar va viloyat farqi juda muhim. Ish beruvchi farqi yo'q desam, siz hujjat bo'yicha tekshiring. Chunki jarimani ish beruvchi emas, ko'pincha siz ko'tarasiz. 5-qadam. Ish shartnomasini talab qiling. Og'zaki kelishuv bilan ishlash juda xavfli. Har kuni naqd pul beraman degan ish beruvchi ertaga tekshiruvda sizni tanimasligi mumkin. Shartnomada ish beruvchi nomi, sizning ma'lumotlaringiz, ish joyi, vazifa, ish haqi sana bo'lishi kerak. Agar rus tilini yaxshi bilmasangiz, shartnomani tushunadigan odamga ko'rsating. Bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Tushunmagan narsangizga imzo qo'ymang. 6-qadam. Rasmiy manbalardan tekshiring. Ichki ishlar organlarining migratsiya bo'limi, ko'p funksiyali migratsiya markazlari, O'zbekistonning konsullik muassasalari, rasmiy saytlar va ishonchli yuridik maslahatchilar orqali ma'lumot oling. Telegramdagi noma'lum kanalda hammasi o'zgardi. 5000 rubl yuboring, hal qilamiz degan xabarlarga ishonmang. Qonunni bilmaslik ham, firibgarga ishonish ham oqibatda sizga zarar qiladi. 7-qadam. Agar hujjatingizda muammo bo'lsa, yashirmang, tez harakat qiling. Masalan, ro'yxat muddati o'tgan bo'lsa, yana bir oy yuray demang. Patent to'lov kechikkan bo'lsa, darhol mutaxassisga murojaat qiling. Migratsion kartada xato bo'lsa, rasmiy tartibda nima qilish mumkinligini so'rang. Har bir kun muammoni kattalashtirishi mumkin. Ba'zan odam vaqtida borsa, jarima bilan chiqadi. Kechiksa, chiqarib yuborish yoki kirishga taqiq xavfi paydo bo'ladi. 8-qadam. Oilangizga ham hujjatlaringiz nusxasini yuboring. O'zbekistonda turmush o'rtog'ingiz, aka-ukangiz yoki ota-onangizda pasport nusxasi, patent nusxasi, ro'yxat, ish joyi, manzili, telefon raqamlaringiz bo'lsin. Agar siz bilan aloqa uzilib qolsa yoki tekshiruv bo'lsa, yaqinlaringiz hech bo'lmasa qayerga murojaat qilishni biladi. Bu oddiy, lekin juda muhim xavfsizlik chorasi. 9-qadam. Pasportingizni hech kimga garovga bermang. Ayrim ish beruvchilar
yoki yotoqxona egalari pasport bizda turadi deydi. Bu xavfli pasport sizning asosiy hujjatingiz. Uni yo'qotsangiz yoki kimdir ushlab tursa, siz harakatlana olmaysiz. Hujjat rasmiylashtira olmaysiz. Agar pasportingizni olib qo'yishsa, bu holatni jiddiy qabul qiling va rasmiy yordam so'rang. 10-qadam. Farzandlaringiz va ayollaringiz hujjatini alohida tekshiring. Ko'p oilalarda erkak o'z patentini to'g'rilaydi, lekin xotinining ro'yxati, bolaning hujjati, maktab yoki bog'cha masalasi e'tiborsiz qoladi. Yangi nazorat sharoitida oilaning har bir a'zosi bo'yicha hujjat toza bo'lishi kerak. Men qonuniy bo'lsam, oilam ham avtomatik qonuniy degan fikr noto'g'ri. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Agar sizda doimiy ishlash, uzoq muddat yashash rejangiz bo'lsa, faqat patent bilan yillar davomida yurish emas, balki qonuniy maqomni mustahkamlash yo'llarini ham o'qirganing. Masalan, vaqtincha yashash ruxsati, yashash guvohnomasi, oila asoslari, ta'lim, yuqori malakali mutaxassislik kabi yo'nalishlar bor. Bular hamma uchun bir xil emas. Lekin kimdadir imkoniyat bo'lishi mumkin. Odam o'z kelajagini faqat oylik oldim, patent to'ladim darajasida qoldirmasligi kerak. Demak, 12 avgustdan keyingi yangi qonun va qoidalar shuni ko'rsatmoqda. Endi hujjat masalasida beparvolik qilish mumkin emas. Migratsion karta, ro'yxat, patent, to'lov cheklari, ish shartnomasi, pasport muddati, yashash manzili va ish hududi hammasi bir-biriga bog'liq. Bittasidagi xato butun maqomingizga ta'sir qilishi mumkin. Men sizdan iltimos qilaman, bugunoq hujjatlaringizni tekshiring. Agar Rossiyada qarindoshingiz, farzandingiz, turmush o'rtog'ingiz yoki do'stingiz bo'lsa, bu videodagi gaplarni unga yetkazing. Bitta vaqtida berilgan ogohlantirish odamni jarimadan, deportatsiyadan, kirishga taqiqdan va oilaviy muammolardan saqlab qolishi mumkin. Kommentariyada yozing. Siz qaysi davlat yoki shahardasiz? Hujjatlarda eng ko'p qaysi muammoga duch kelyapsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan savollarga alohida javob beraman. Videoga like bosing. Kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Tayyor turgan odam yutadi. Beparvo odam esa eng oddiy xato uchun ham katta narx to'lashi mumkin.